Fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Agar bilmasanglar, zikr ahlidan so'ranglar degan oyatni haqiqatan siz aytmoqchi, siz to'g'ri savol qo'ydingiz. Odamlarni monopoliya qilish uchun, odamlarni Qur'ondan uzoqlashtirishlik uchun ishlatishadi. Toki odamlar ko'r-ko'rona domlalarga ergashib ketishligini xohlaydi. Xolanki, agar bilmasanglar zikr ahlidan so'ranglar degan so'z musulmonlarga qarata xitob bo'lmagan. ikkita joyda ishlatilgan aslida bu so'z Qur'onda Nahl surasining 43-oyatida keyin adashmasa Anbiyo surasining 7-oyatida ishlatilgan. Ikkala joyda ham yahudiylarga qarab bu narsa xitob bo'lganki, "Va ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilayhim." Ya'ni aytadiki Alloh taolo Qur'onda, biz sendan oldin oddiy odamlarni jo'natganmiz payg'ambar qilib, faqatgina ularga vahiy bo'lgan-ku xolos. Bu so'z nima ishlatilyapti? Chunki yahudiylar va mushriklar, kofirlar nima qilgan? Qanaqa qilib bir oddiy odam payg'ambar bo'lib qolishi mumkin degan bir hayron bo'lishligini izhor qilishgan. Qanaqa qilib bu bir inson oddiy odam payg'ambar bo'ladimi degan narsani taajjubni izhor qilishganda Qur'on ana o'sha Qur'onga iymon keltirmayotgan odamlarga qarab aytganki, "Hey, noinsoflar", deyapti Qur'on aytayapti. Shu kungacha qancha payg'ambar yuborilgan bo'lsa, ular oddiy odamlar bo'lgan, rijol bo'lgan, oddiy erkak kishilar bo'lgan, farqi ularga faqat vahiy bo'lgan xolos. Agar bunga ishonmasanglar, o zikr ahlidan so'ranglar, ya'ni bu yahudiylarning olim ulamolaridan so'ranglar. Ana shu yahudiylarning olim ulamolari Allohning dinini, tarixini biladi-yu. Ularga ham qancha payg'ambarlar kelgan bo'lsa, barchasi oddiy odamlar bo'lgan-u. degan ma'noda Qur'onga iymon keltirmagan odamlarga nisbatan ishlatilgan so'z u. Endi hozirgi kunda buni boshqa yoqqa burib Qur'on oyatini yarmini ishlatishadi, yarmini tashlab turib aytishadi. Fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bilmasangiz zikr ahlidan so'rang degan deb turib, hammani monopoliya qiladi. Aslida Qur'oni Karim boshqacha so'z ishlatadi, musulmonlarga qarab aytadi. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Ey odamlar, ilmiylar bo'lmagan, ya'ni o'zingizlar bilmagan narsaga ergashmanglar. Inna sam'a wal basara, albatta quloqinglar, aqlinglar, wal fuada va qalbinglar qiyomat kuni so'raladi. Sizdan so'raladi qiyomat kuni. Nimaga sen quloqingni, ongingni, aqlingni, qalbingni ishlatgan yo'qsan deb qiyomat kuni Alloh taolo so'raydi. Qarang, hamma xitri odamizda. Odamlar dunyo masalasida eshitib turib aqlini ishlatadi, endi bir yechimga keladi. Rizq masalasida. Aqlini ja yaxshi ishlatadi. Bir ko'ynak olayotsa ham ushab tanlab oladi. Mol bozorga chiqsa molni ham yaxshisini tanlab oladi. Mashina bozorga chiqsa mashinani ham yaxshilab tanlaydi. Uy solyapsa yaxshi mahsulotlarni tanlaydi. Yaxshiroq, ko'proq pul topish uchun koreys tili, ingliz tili, xitoy tillarini o'rganib harakat qilib ashaqqa ketadi. Ashunda nimani, rizqni topish uchun nimani ishlatadi? Quloqni, ko'zni, aqlni, qalbni to'liq ishlatadi o'zini rizqi uchun. Lekin diniy masalaga kelganda bularni ishlatmaydi. Eshitishni ham xohlamaydi, aqlini ham ishlatishni xohlamaydi, Qur'onning oyatiga murojaat ham qilishni xohlamaydi. Qur'ondan oyat keltirsangiz, tark etadi, ko'r-ko'rona aqlini ishlatmasdan, ko'r-ko'rona bir dedi gaplarga ergashadi. Shuning uchun qiyomat kuni bizni hech qachon bizni bilmay qolishligimiz, ya'ni ilmimiz yo'qligi bizni qutqarmaydi. Hozirgi kunda mana shu dunyoda ko'zingizni, aqlingizni, qalbingizni to'liq ishlatib pul topyapsizmi, rizq topyapsizmi? Nimaga din uchun aqlingizni ishlatmayapsiz? Nimaga yuzda tarjima qilib qo'ygan o'zbekcha Qur'onni o'qib chiqib, Qur'onga ergashmayapsiz? Siz ergashmaysiz siz Qur'onga, chunki xitrimiz biz, xitri bor, haligi osongina birovga to'nkab qo'yamiz. Qur'ondan dalil keltirsa, ilmim yo'q. Uyalmasdan Qur'ondan oyat dalil keltirsangiz, ilmim yo'q deydi, uyalmaydi. Hali hijolatchilik ham yo'q. Sen Qur'onni tushunish uchun qanaqa ilm kerak emas. Och o'zbekchasini tushun, och u aniq, nima yozilgani u aniq, o'qi. Bilol roziyallohu anhu qul bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni sahobalarining aksariyati kambag'al, qul o'qish yozishni bilmagan odamlar bo'lgan. Lekin ularda aqli bor edi, ongi bor edi. Ular o'rganasdi, tafakkur qilasdi. Sen o'zbekchaga tarjima qilib bo'lgan o'qiy olaysan-ku, ochib o'qib, aqlingni ishlat, ongingni ishlat, ergash Qur'onga. Xitrisan, chunki sen odamlardan qo'rqasan. Ya'ni ajralib qolishdan qo'rqasan odamlardan, hijolat bo'lasan. Senga Qur'on nima deyotgani qiziq emas. Senga ko'pchilik nima deyotgani qiziq. Sen mashaqqatda qolishni xohlamaysan. Sen bilgan namozingni o'qib, odamlar senga gap so'z qilmasini xohlaysan. Asl nafsing shuni xohlaydi. Shuning uchun ham sen Qur'onga ergashmasdan eng osoni ko'pchilik ergashayotgan domla nima desa shunga ergashishni xohlaysan. Sen dinga kelganda, inson bolasi shundaymizda, dinga kelganda ko'zimizni ham, aqlimizni ham, ongimizni ham, logikamizni ham ishlatmaymiz. Ko'r-ko'rona ergashamiz. Lekin nafsimizga kelganda mana shu narsalarni hammasini ishlatamiz. Qiyomat kuni shu narsa bizga guvohlik o'tadi. Alloh taolo aytadi. Mana Alloh taolo o'zi Qur'onda aytayapti. Albatta quloq, ko'z va dil. Ya'ni ongi, insonning ko'zi, quloqi, aqli qiyomat kuni so'raladi insondan. Agar biz aytadigan bo'lsak, "Ya Robbim, men ilmim yo'q" deydigan bo'lsa Alloh taolo aytadi, "Sen qanaqa ilming yo'q? Seni ilming bo'lmasa ham aql beruvdim, ong beruvdim, ko'z beruvdim, shu narsalarni ishlatib sen rizqingni topib yeding-ku. Nimaga endi menga kelganda, meni dinimga kelganda sen shu narsalarni ishlatishni tark etyapsan?" Shu o'zimiz bu dunyoda hujjat tayyorlayapmiz o'zimizga qarshi.
Ertalabda turib aqlimizni ishlatib pul topamiz, ongimizni ishlatib pul topamiz, quloqimizni ishlatib pul topamiz. Lekin Qur'ondan bir oyat eshitsak, quloqimizni yopamiz. Qur'on oyati keladi, ularga Qur'on oyatini o'qisang, jonivorlarga o'xshaydi. Ular kal an'am, ular jonivorlarga o'xshaydida, Qur'on oyatini eshitganda burnining yonidan pashib tushib ketganda o'zini his qiladilar. E'tibor ham bermaydi Qur'onga. Albatta. Mana shunaqa odamlarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan. Shafoat mavzusida aytgan, shu hadisning oxirida keladi. Shafoat mavzusidagi Sahih Buxoriy, Sahih Muslimdagi hadisda keladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Men qiyomat kuni ummatimni shafoat qilishlik uchun oxirgi marotaba jahannam eshigini dastak uraman." Shunda jahannamning egasi Malik alayhisalom aytadi: "Ya Rasululloh, jahannamda siz ummatingiz qolmadi illo magar siz ummatingizdan shunday bir odamlar borki, ularni jannatga kirishidan Qur'on to'sib turibdi, Qur'on." Birodarlar, Qur'on ham, hattoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham yordam bera olmaydi qiyomat kuni agar biz Qur'onga ergashmasak. Qur'on bizni to'sib qolsa, siz mo ergashayotgan odamlaringiz o chekkada tursin. Agar siz aqlingizni, ongingizni, o'zingiz farosatingizni ishlatib, mehnat bilan Qur'onga ergashmasangiz, o'z aqlingiz bilan sizni ko'r-ko'rona o'zlariga ergashtirayotgan zikr ahlidan so'rang yoki u bu deb sizni qulog'ingizga tepayotganlar qiyomat kuni sizga hech qanaqa yordam bera olmaydi. Hattoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham qiyomat kuni bizga yordam bera olmaydi agarda Qur'on bizni to'sib tursa jannatga kirishligimizda. Alloh taolo o'zi saqlasin bizni shunday holatdan. Nimaga din uchun aqlingizni ishlatmayapsiz? Nimaga yuzda tarjima qilib qo'ygan o'zbekcha Qur'onni o'qib chiqib Qur'onga ergashmayapsiz? Siz ergashmaysiz siz Qur'onga, chunki xitrimiz biz, xitri bor, haligi osongina birovga to'nkab qo'yamiz. Qur'ondan dalil keltirsa ilmim yo'q. Uyalmasdan Qur'ondan oyat dalil keltirsangiz ilmim yo'q deydi, uyalmaydi. Hali hijolatchilik ham yo'q. Sen Qur'onni tushunish uchun hech qanaqa ilm kerak emas. Och o'zbekchasini shunday och, u aniq, nima yozilgani u aniq, o'qi. Bilol roziyallohu anhu qul bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni sahobalarni aksariyati kambag'al qul o'qish yozishni bilmagan odamlar bo'lgan. Ha ularda, lekin ularda aqli bor edi, ongi bor edi. Ular o'rganasdi, tafakkur qilasdi. Sen o'zbekchaga tarjima qilib bo'lgan o'qiy olaysan, ochib o'qib, aqlingni ishlat, ongingni ishlat, ergash Qur'onga. Xitriysan, chunki sen odamlardan qo'rqasan. Ya'ni ajralib qolishdan qo'rqasan odamlardan, hijolat bo'lasan. Senga Qur'on nima deyotgani qiziq emas. Senga ko'pchilik nima deyotgani qiziq. Sen mashaqqatda qolishni xohlamaysan. Sen bilgan namozingni o'qib, odamlar senga gap so'z qilmasini xohlaysan. Asl nafsing shuni xohlaydi. Shuning uchun ham sen Qur'onga ergashmasdan eng osoni ko'pchilik ergashayotgan domla nima desa shunga ergashishni xohlaysan. Sen dinga kelganda inson bolasi shunday emasda, dinga kelganda ko'zimizni ham, aqlimizni ham, ongimizni ham, logikamizni ham ishlatmaymiz. Ko'r-ko'rona ergashamiz. Lekin nafsimizga kelganda mana shu narsalarni hammasini ishlatamiz. Qiyomat kuni shu narsa bizga guvohlik o'tadi. Alloh taolo aytadi. Mana Alloh taolo o'zi Qur'onda aytayapti. Albatta quloq, ko'z va dil. Ya'ni ongi, insonning ko'zi, quloqi, aqli qiyomat kuni so'raladi insondan. Agar biz aytadigan bo'lsa, "Ya Robbim, men ilmim yo'q" deydigan bo'lsa Alloh taolo, "Sen qanaqa ilming yo'q? Seni ilming bo'lmasa ham aql beruvdim, ong beruvdim, ko'z beruvdim, shu narsalarni ishlatib sen rizqingni topib yeding-ku. Nimaga endi menga kelganda, meni dinimga kelganda sen shu narsalarni ishlatishni tark etyapsan?" Shu o'zimiz bu dunyoda hujjat tayyorlayapmiz o'zimizga qarshi. Ertalabda turib aqlimizni ishlatib pul topamiz, ongimizni ishlatib pul topamiz, quloqimizni ishlatib pul topamiz. Lekin Qur'ondan bir oyat eshitsak, quloqimizni yopamiz. Qur'on oyati keladi, ularga Qur'on oyatini o'qisang, jonivorlarga o'xshaydi. Ular kal an'am, ular jonivorlarga o'xshaydida, Qur'on oyatini eshitganda burnining yonidan pashib tushib ketganda o'zini his qiladilar. E'tibor ham bermaydi Qur'onga. Albatta. Mana shunaqa odamlarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan. Shafoat mavzusida aytgan, shu hadisning oxirida keladi. Shafoat mavzusidagi Sahih Buxoriy, Sahih Muslimdagi hadisda keladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Men qiyomat kuni ummatimni shafoat qilishlik uchun oxirgi marotaba jahannam eshigini dastak uraman." Shunda jahannamning egasi Malik alayhisalom aytadi: "Ya Rasululloh, jahannamda siz ummatingiz qolmadi illo magar siz ummatingizdan shunday bir odamlar borki, ularni jannatga kirishidan Qur'on to'sib turibdi, Qur'on." Birodarlar, Qur'on ham, hattoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham yordam bera olmaydi qiyomat kuni agar biz Qur'onga ergashmasak. Qur'on bizni to'sib qolsa, siz mo ergashayotgan odamlaringiz o chekkada tursin. Agar siz aqlingizni, ongingizni, o'zingiz farosatingizni ishlatib, mehnat bilan Qur'onga ergashmasangiz, o'z aqlingiz bilan sizni ko'r-ko'rona o'zlariga ergashtirayotgan zikr ahlidan so'rang yoki u bu deb sizni qulog'ingizga tepayotganlar qiyomat kuni sizga hech qanaqa yordam bera olmaydi. Hattoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham qiyomat kuni bizga yordam bera olmaydi agarda Qur'on bizni to'sib tursa jannatga kirishligimizda. Alloh taolo o'zi saqlasin bizni shunday holatdan.